Bombar Cup 4 ta jamoa, 2 ta yarim final, bitta final, 3 ta o'yindan iborat. Qoidalar: 26 ta futbolchi har bitta jamoada qatnashadi. O'yin davomida birinchi bo'limda kamida 15 daqiqa bloger maydonda bo'lishi shart. O'zgarishlar soni cheklanmagan. Shuningdek, o'yin vaqti 80 daqiqa. Ikkita bo'lim, har bittasi 40 daqiqadan, o'rtada ozgina tanaffusi ham bor. 15 daqiqa, eng katta futbolga o'xshab. Yana qoidalarga chuqurroq to'xtalsak, Baxtiyor, nima qoidalari bor? Ya'ni bar media turnirda farq qiladi-yu katta futbolda. Nimadir fishkalar qo'shiladi, o'yin qiziqarliroq, temp yuqoriroq bo'lish uchun. To'g'ri. Siz aytib o'tgandek, 3 ta o'yindan iborat bo'ladiki, mana qizil kartochka oldi. Darhol maydon tark etadi, lekin navbatdagi o'yinda ishtirok etishi mumkin.